Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, tadbirkorlar, shu qulplan shug'ullangan dehqonlar. Mana Kingsbury ko'chatimiz, mana ona ko'chlar ekilgan bular. Bola berishga tayyor hammasi. Mana baquvvat. Bir sidra gullarni terdirganmiz. Gullagandi. Faqat bola uchun mo'ljalladik buni, bola olishga. Mana ozroq o't bor, endi bahor oyida baribir o't ko'p bo'ladi. Uni kapillarni qo'yib, suvlarni bersak, bundan ham zo'r bo'ladi. Bolalari tanalari qalin chiqaradi. Oziqaga qarashib tursa. Mana shunday holatda ketyapti Kingsburylarimiz. Ko'chatlarini nasib bo'lsa 2 hafta yoki 3 hafta oralig'ida yaxshi tanobga keladi, semiradi tanoblari, o'sha vaqtda bostirishni boshlaymiz. Kingsburyni mana yaxshi ko'chlarini olib bekaman deganlar bo'lsa, kuz oyi uchun avgustda, sentyabrda tayyorlab beramiz ko'chlarini. Ko'chlarimiz hosil olinmagan, toza ko'chat hammasi. Faqat ko'chatga mo'ljallangan bola olish uchun. Zakaz berishingiz mumkin. 15 ming, 20 ming atrofi chiqishi mumkin. Shundan plus minus yo 20 ming, yo 15 ming, yo 13 ming atrofi chiqadi. Ko'chat chiqadi. Unda ham mana bu kalishlarga, o'ng kalishlarga taxlab beramiz kokosga. Zo'r chiqadi bolalari. Qalin bo'ladi. Biz o'tgan tayyorlab ko'rganmiz, juda zo'r chiqqan. Gavharlar qalin bo'lib, birdaniga gulga kirgan 35 kunda. Ekilgandan so'ng, endi o'sha vaqtga ham bog'liq, qachon ekilishiga. Ozroq o'tlar bosgan, o'sha o'tlarni tozalab, oziqalarni bersa, kapillardan zo'r bo'ladi hammasi. Mana. Quyosh bo'lgancha ko'rinmayapti. Mana. Ozgina suv ekib qoldi. Kapillarni qo'yamiz deb turibmiz mana. Onalari yaxshi holatda emas. Zakaz berishingiz mumkin. Kingsburyni bolalarini olib bekaman deganlar shu sifatli. Ko'chlar soni chegaralangan baribir.